Biz hozir funksiya xoslasini aniqlashtirib o'rganamiz. Misol uchun biror trigonometrik funksiya. Misol uchun bo'lsin sinus x ning xoslasi cosinus x deb o'rganganmiz. Mana shu aslida qayerdan kelib chiqadi? O'sha qoidani, o'sha formulani isbotlashga harakat qilamiz. Buning uchun biz hozir funksiya xoslasining tarifi degan formula bor. O'sha formula bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni f ishtirok etamiz. Ya'ni qanaqa funksiya keladi? Limit delta x intilganda 0 ga f delta x taqsim delta x deb yoziladi. Bu yerda limit delta x intilganda 0 ga f x minus delta x minus fx taqsim delta x. Bu formula funksiya xoslasining tarifi ham deyiladi. Funksiya xoslasining tarifi deyiladi. Keyin bu yerda f bu formula qanaqa formula bu? Funksiyaning o'rtacha o'sish tezligi formulasi. Agar x nuqtasidan, ya'ni x nuqtasidan delta x, ya'ni x plus delta x nuqtasigacha funksiyaning qanday o'zgarganini ko'rmoqchi bo'lsak, o'rtacha o'sish tezligi formulasida qo'llanamiz. Ya'ni bu formulani o'rtacha o'sish tezligi formulasi yoki funksiya xoslasi tarifi ham formulasi ham deyiladi. Xo'p, o'rtacha o'sish tezligi formulasi quyidagicha. Bu yerda suratda mahraj, ya'ni fx plus delta x minus fx surat esa nima deyiladi? Funksiyaning qiymatidagi o'zgarish, delta x esa x xoslasidagi o'zgarish ham deyiladi. Endi buni formulaga qanday qo'yamiz? Fx funksiyaning joyida sinus x kiradi. Ya'ni sinus x ning xoslasi nimaga teng? Ya'ni x lar o'rniga qo'yib chiqamiz. X lar o'rniga qo'yadigan bo'lsak, limit delta x intilganda 0 ga Xo'p, sinus x plus delta x. Ya'ni x ning o'rniga x plus delta x qo'yiladi. Minus fx degan o'sha sinus x ning o'zi. Taqsim delta x. Teng. Endi kechagi videomizda sinus alfa plus beta formulasini isbotlagandik. O'sha ifoda bo'yicha ochamiz. Ya'ni sinus alfa plus beta nimaga teng? Ya'ni buni yozib olamiz. Limit delta x intilganda 0 ga sinus x cosinus delta x, ya'ni sinus alfa cosinus beta, cosinus alfa sinus beta plus cosinus x sinus delta x minus sinus x ning o'zi. Sinus x o'zi taqsim, ya'ni delta x o'zi teng. Xo'p, mana shuni davom ettiramiz. Xo'p, bitta joyda bir qiymati ma'lum, o'shaning qiymatini o'rniga qo'yib ketamiz. Delta x intilganda 0 degani delta x ning o'rniga 0 ni qo'y degan. Biz mana bular o'rniga 0 qo'ya olmaymiz, chunki mahraj 0 bo'lishi mumkin emas. Xo'p, shuning uchun mana buni o'rniga 0 qo'yib ketaman. Delta x o'rniga. Qaysini o'rniga 0 qo'yishni o'zimiz hisoblaymiz. Xohlasak, misol uchun mana bu o'rniga 0 qo'ysak bo'ladi, lekin formulaga to'g'ri kelmay qoladi. Shuning uchun mana bu o'rniga o'zimizga qulay bo'lishi uchun o'shani o'rniga 0 qo'yib ketaman. Natijada cosinus 0 degani 1 ga teng. Shuning uchun bu sinus x o'zi bo'lib ketadi. Sinus x. Xo'p, har doim mana o'zi yozilishi kerak. Limit birinchi yozilamiz. Delta x intilganda 0 ga sinus x ko'paytirilgan 1 deb yozib o'tiramiz. Plus cosinus x ko'paygan sinus delta x minus sinus x taqsim delta x. Sinus x ning qisqarib ketib nima qoladi? Limit delta x intilganda 0 ga sinus delta x. Mana shu ko'rinishni sal boshqaroq yozamiz. Sinus delta x taqsim delta x ko'paytirilgan cosinus x ning o'zi. Hozir kelganicha faqat ko'paytmani joyini o'zgartirdim. Mana buni mahrajga yozib qo'ying. Xo'p, limitlarda shunaqa ajoyib limit bor. Ajoyib limit deyiladi. Mana bu delta x intilganda 0 ga sinus delta x taqsim delta x bu 1 ga teng. Ya'ni sinusning argumenti nima keladigan bo'lsa va mahrajda ham xuddi shu ifoda keladigan bo'lsa, mana shu narsa, ya'ni shu ifodamiz 1 ga teng. Xo'p, mana shu ifodani o'rniga biz 1 ni qo'yib ketamiz. Natijada 1 ko'paygan cosinus x paydo bo'ladi. Savol bo'lishi mumkin, nima uchun o'rniga 0 qo'ymayman? Chunki bu delta x. Agar x bo'lganda 0 qo'yadi. Shuning uchun delta x intilganda 0 ga cosinus x ning o'zi yoziladi. Hech qanday 0 qo'yilmaydi. Shuning uchun javobimiz cosinus x va formula isbotlanadi. Sinus x ning xoslasi cosinus x degan formula hisoblanadi.